Bugun Open Server haqida gaplashyapmiz. Siz bilan bilamizki, Open Server ham bu virtual host yaratib berish uchun yaxshi dasturiy ta'minotlar qatoriga kiradi. Hozirgi kunda 6-naqli versiyasi amalda. Demak, buni yuklab olish uchun, bu 6-oxirgi versiyasini yuklab olish uchun tortib olish bo'limiga kiramiz. Ingliz tilida download bo'ladi. Agar sizda inglizcha bo'lsa, ruschada skачать. Demak, xohlasangiz ularni mehnati uchun donat deydi, ya'ni xayriya qilishingiz mumkin. Yo'q, xayriya qilishni xohlamaydigan bo'lsangiz, yo'q deb shunchaki ko'chirib olish tugmachasini bosish orqali demak yuklab olishingiz mumkin. Demak, uni bosganingizdan keyin siz haqiqatda ishonch bildirdingiz. Buni bosamiz va mana ko'rib turibsizki, bu yerda ko'chirib olish ketyapti. 1.12 GB umumiy holatda uni hajmi. Hozirda internet tezligiga qarab buni demak qanchada yuklab olish daqiqalari o'zgaradi. Xo'p. Bu yerda asosiy aytmoqchi bo'lgan yana ozgina gapimiz bor. Bu yerda agar 6-naqlini ko'radigan bo'lsak, bizda PHP ni 8.4 versiyasigacha mavjud. Mana shuni bilishimiz kerak. Bu yerda qo'shimcha Apache 2.4 14 ta moduli bilan, hop, yana Maria bor, mana 11.1.7 gacha bor. MySQL 5.5 dan 8.4 gacha bor. Nginx 1.27 gacha 9 ta moduli bilan. PHP yuqorida aytilgandek 8.4 gacha kengaytirilgan holatda. Postgres 17 gacha va hokazo. Bu yerda qo'shimcha utilitalari ham bor. Bu yerda Linux va Macintosh uchun 32 bo'yicha podeshka qilmasligi haqida aytyapti va sizda eng kamida Windows 10 yoki Windows Server 2016 yoki yangirog'i tavsiya etilyapti. Tezkor xotiradan 3 GB gacha joy egallaydi, 10 GB gacha bo'sh joy bo'lishi tavsiya etiladi. Bunga qo'shimcha ravishda, demak, Visual C++ ning 2005-2022 gacha bo'lgan holatlari paketi o'rnatilishi kerak. Biblioteka bo'yicha fayl sistemasi NTFS bo'lishi tavsiya etilmoqda. Mana shu holatda demak 6-versiya mavjud. Agar bundan pastroq versiyasi, adashmasam, bularni ham shu demak sayti orqali topib ishlash mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni dokumentatsiyasi bor. Mana shu yerdan o'qib va boshqa holatlar bo'yicha mana GitHubga joylab qo'ygan ekan. Shu yerdan ko'rish mumkin bo'ladi. Shu o'rinda yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. O'zini saytidan yuklab olish bosilganda hatto 1 MB gacha ham bermadi, 140 KB gacha berdi. Demak, ofitsialniy rasmiy sayti. Boshqa saytlar orqali uni ko'chirganimizda ko'chirib olish yana ham tezlashdi. Mana shuni shunchaki ma'lumot uchun aytib o'tib ketyapman, lekin albatta o'zini saytidan ko'chirib olish yaxshi, lekin hozir biz uchun asosiy tezroq ko'chish kerakligi uchun biz uni boshqa saytdan ko'chirib olyapmiz. Xo'p, deyarli ko'chirib bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin. Ko'chirib bo'lganidan keyin biz demak buni ishga tushiramiz. Xo'p, asli papkasini ochib, u yerdan administrator huquqi bilan ishga tushirish tavsiya etiladi. Hozirgi holatda bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shuni alhamdulillah o'zini bosganimiz ham yaxshi. Endi bu demak fayl o'zini rasmiy saytidan ko'chirib olinmaganligi uchun kompyuterning demak operatsion tizimning Defender'i buni o'rnatishda demak risk deydi. Bunga qo'l urasanmi deydi. Chunki buni izdatal deydi, ya'ni ishlab chiqaruvchisi noma'lum ekan. Aynan mana shunaqa noma'lum yoki shubhali bo'lganda Defender shunaqa holatga keladi. Mayli, har qanaqa holatda hozir talabalarga o'rgatish uchun o'rnatishga urinib ko'ramiz. Demak, bo'ldi. Birinchi holatda doimgidek welcome, xush kelibsiz. Bu yerda demak sizni barcha shartlar bilan tanishtiradi. Shartlarni barchasini qabul qilasiz. So'ng oddiy yoki portativ demak o'rnatishni so'raydi.
oddiy uстановка qilishingiz ham mumkin yoki portativ bo'lishi ham mumkin. Portativda deyarli farq qilmaydi. Demak, bu yerda oddiy hozir o'rnatadigan bo'lsak, demak, bizda yo'lini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Menda adashmayotgan bo'lsam, xo'p, D diskimda OS panel degan katalog mavjud. Shuning uchun C'mda bu narsa yo'q. Hajm bo'yicha C'da 81 GB demak bo'sh joy bor. Kamida 10 GB kerak bo'ladigan bo'lsa, biz buni D'da bor bo'lganligi sababli bir-biri bilan urushib ketmasligi uchun C'ga o'rnatamiz. Xo'p, bizda hajm jihatdan kerakliklarini qoldirib, mana shu yerda kerak emaslarini o'chirib yuborishimiz mumkin. Vibrashni qilishimiz ham mumkin. Polni qilishimiz ham mumkin. Endi bu yerdan bizga nimalar kerak emasligini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Agar qanchalik kerak emasligini yaxshi biladigan bo'lsangiz, o'rnatayotgan holda mana bu pastki ko'rsatib turibdi. 1775 GB ga qo'yadi hammasi. Misol uchun menga Redis'ni ishlatmayman, Rabbitni ishlatmayman, Postgres'ni ishlataman, faqat hamma versiyasini emas. PHP'ni deyarli hamma versiyasi kerak bo'lishi mumkin. Perlni ishlataman, NVM kerak emas, Nginx juda ham kerak. MySQL, Mongolar kerak, chunki bu SQL, bu esa NoSQL hisoblanadi. Xo'p, Memcache deyarli ishlatmayman. Lekin ular katta joy olmaydi. Maria'dan foydalanishim mumkin. Xo'p, Erlang kerak emas. DNS xizmatlaridan foydalanishim mumkin. Xo'p, baza данных, Browser kerak bo'lib qolishi mumkin. Geografическая baza данных bu ham bo'lishi kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana shu yonboshida yozib qo'yilgan qanchalik katta joy oladi yoki yo'qligi. Maria'dan deyarli kam foydalanganligimni inobatga oladigan bo'lsak, eng optimal variant men uchun ko'p foydalanmaydiganlarimni eng yuqori versiyalarinigina olib qolish va qolganlaridan voz kechish. Mana shunday qilsam, menga bu ancha optimal hisoblanadi. Bu faqat men uchun. Lekin MySQLning hamma versiyasidan ko'p foydalanaman. Nginxni ham, PHPni aytmasa ham bo'ladi. Postgres masalasida ham mening pozitsiyam shunday. Bu menga xotiradan mana 17 yu qancha edi? 11 qancha qolganini hisobga olsak, anchagina joy tejash imkoniyatini beradi. Xo'p, PHPni 7.4 dan pastidan foydalanmayman, bu aniq. MySQLdan foydalanaman, deyarli barchasidan. Maria'da pozitsiyamni aytdim. Qolgan narsalar yetarli. Xuddi shunaqa qilib o'zingizga kerakligini tanlab, keyingi tugmachasini bosasiz. Bu yerda nima degan katalogga joylashini aytyapti. O'zi ochib qo'yadi shunaqa nom bilan. Keyingi tugmachasini bosamiz. Ishchi stolga ruxsat, avtomatik ishga tushirish menga kerak emas. Pezga albatta qo'shib qo'yish kerak. Bu juda ham muhim. Bo'lmasa ko'p dasturlar ishlamay qoladi. Sertifikati bilan o'rnatishni so'rayapti. Ildizi bilan, demak, bunga ruxsat beramiz. Hamma ma'lumotlar ko'rinib turadi. Demak, o'rnatishni bosadigan bo'lsak, demak bu yerda o'rnash ishlari ketadi. Men hozirgacha o'rnatishdagi mana tavsiyalarim mana shulardan iborat. Ba'zi holatlarda esingizda bor, birinchi sertifikatga demak belgi qo'yib ketgandik. Agar sertifikatga belgi qo'yadigan bo'lsangiz, sizni kompyuteringizda shifrlangan holatda demak shunaqa sertifikatdan qo'yib ketishi mumkin. Bunda katta muammo yo'q, ha deyishingiz mumkin. Mana o'rnab bo'ldi. Demak, barcha instrumentlar hamma yo'q, tayyor holatda. Xo'p, zaverishni bosadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Endi sizda qo'shimcha komponentlar o'rnashi mumkin. Demak, preparation toolslarni o'rnatadi endi. Bu yerda toolslar ichiga nimalar kiradi? Microsoft Visual C++ ni demak 2005 dan 2022 gacha menda o'rnagan bo'lishi mumkin, lekin qo'yib qo'yaman. Tizimni optimizatsiya qilish mumkin nastroyka orqali. Redshift file size, ya'ni hostess papkasi bo'ladi. Ya'ni bu narsalar exampda ruchnoy qilinadi, ya'ni
kirib o'sha sistema 32 da drivers ichida etk papkani ichiga hostesni ichiga faylni yozadi. Biz esa bunga ruxsat berishimiz kerak. Hamma foydalanuvchilar uchun bo'lsa yaxshi. Aynan Open serverni exampdan qulayroq qiladigan narsa ham aynan mana shu ikkinchida turgan demak bo'lim hisoblanadi. Xo'p, yana nima? Optimizatsiya qilish, demak set stacklarni optimizatsiya qiladi. Xo'p, oxirgisi kerak emas. SSD bo'lishiga qaramasdan men ularni ham o'rnatishni xohlayman. Birinchisi bu biblioteka. Mana shu biblioteka orqali u bir qancha o'zini kerakli imkoniyatlarini ochib oladi. Birinchidan bu o'rnagandan keyin albatta bular biblioteka, bu koringga o'rnaydi. Shuning uchun bizdan kompyuterni qayta ishga tushirishni so'rashi mumkin. Sizga qayta ishga tushirish tavsiya etiladi, lekin bizga hozirda bu narsa kerak emas. Xo'p, endi biz buni S'da OS paneliga o'rnatganmiz deb bilsak, mana S'da xo'sh, OS panel mana OS paneliga kirsak, bizda avvalgi versiyalardan ba'zi farq qiladigan joylari bor. Avval bilsangiz 4 ta katalog va 2 ta fayl bo'lardi. Endi bu versiyasidan boshlab kataloglar soni ko'p, exe fayllar esa bu yerda yo'q. 2 ta exe fayl yoki bitta exe fayl bo'lardi. Endi siz exe faylni topishingiz uchun binga o'tishingiz kerak. Albatta biz bu masalada ishchi stolida ham aytib qo'yganmiz. Mana ishchi stolda ham turibdi. Bunda muammo yo'q, lekin agar ishchi stoliga qo'ymay ketgan bo'lsangiz, bu narsa binni ichida turganini ko'rishimiz mumkin. Endi biz buni, demak, administrator huquqi bilan ishga tushirsak, doimgidek pastki tomonda bayroq shaklida paydo bo'lib qolar edi. Endi uni rebranding bo'lgan ikonkasi ko'rishingiz mumkin. Xuddi kodlar qatori deydi, komanda strokaga, CMDga o'xshaydi. Mana shunga bosishimiz kerak bo'ladi. Endi umuman sal boshqacharoq holatda bo'lganini ko'rishimiz mumkin albatta. Bu yangi versiya eskisidan tubdan farq qilar ekan. Nimaga bunaqa deyapman? Kirgan paytimizda, xo'p, bizda home bo'ladi. Mana home eski domains katalogi. Bu yerda ikkita example berib qo'ygan ishlatish uchun. Bu yerda bo'lsa startni bersak ishlardi. Bunda sal boshqacha ekan. Bu yerda sichqonchani chap emas, o'ng tomonini bosamiz ekan. Xo'p, o'ng tomonini bosganimizdan keyin xo'sh, mana eshityapsizlar. Demak, o'ng tomonni bosganimizda bir qancha holatlar chiqadi. Bu yerda yaxshi tomoni har bir loyihamiz uchun alohida demak versiyalarni tanlab qo'yish mumkin. Misol uchun example log degan oladigan bo'lsak, Nginx'ni qaysi biri kerak? Tanlab qo'yamiz. Node bizda yo'q. PHP ni qaysi biri kerak? Mana shunaqa qilib tanlab qo'ysak bo'ladi. Mana PHP ni 8.3 ni, Nginx'ni 1.6 ni qo'ydim, lekin ishga tushirsam hozir ishlamaydi. Hozir ko'rsataman. Mana brauzer orqali ochish. Mana har bola qilib tekshirib ko'rishga harakat qilyapman. Mana yo'q. Endi nima qilamiz desam, bu aytayaptiki, bunda alohida modul bor. Mana shu yerdan sen ularni ishga tushirishing kerak. Bizda Nginx bor desak, 1.26sini mana buni выключить deb bosam, menimcha bu ishga tushdi. Hozir ko'ramiz. Moduldan Nginx mana ishlab turibdi, boshqacha rangda turibdi. Перезапустить yoki o'chirib qo'yishimiz mumkin. Endi bu joyda modullar ichida bizga agar PHP kerak desak, mana shunisini yoqib qo'yishimiz kerak ekan. Mana hozir yoqib turganda, demak, ishlayapti yo'q. Buni ishga tushiramiz. Mana ishga tushirganimizda bu ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi yana bir yaxshi tomoni, misol uchun bizda 3 ta turibdi hozir. Xo'p, bu yerda 2 ta, ya'ni full example log bor, bittasi yo'q hozirda. Full example logga o'tadigan bo'lsak, example bu yerdan ham unga Nginx tanlaylik. Misol uchun bunga pastroq versiyasini yo'q, yonib turibdi-ku. Yonib turganini tanlaydik. Sizlarga tushunarli bo'lish uchun bu PHP versiyasidan ham balandrog'ini tanlaylik. Aynan men yoqib qo'ygan versiyalarda hozir bular ishlab turibdi deb hisoblasak, mana shu holatda endi bu yerga o'tib brauzerda ochadigan bo'lsak, mana Gangnam Style deyapti. Shunaqa bor ekan, demak, mana ishlab turibdi. Xuddi shunday qilib
Open serverni 6.0 versiyasini ishga tushirib, demak mana shunday qilib o'rnatishimiz mumkin ekan. Bu shunchaki o'rnatish haqidagi darslar edi. Open serverda yangi naqlini va qanday qilib ishga tushirish haqida edi. Demak, rahmat hozir